Mana bolalar. Secret Loki akamiz. Shu yerda Secret Loki. Hammaga salom bolalar, nima gap? Yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Bolalar, bugun biz eng katta adminni oldiga boramiz. Eng katta admin bu degani Secret Lokining oldiga boramiz. Zo'r joy topganman. Bu videoni boshlashdan oldin bitta obunachimizga 3x treadmill podarkani qilamiz bolalar. Mana va'da qilganimdek pashti harakat qilyapman. Hammaga berishga kecha prямой efirda ham, jonli efirda berganmiz obunachimizga. Mana ham bitta obunachimizga 3x imiz ketdi bolalar. 1 2 3 ketdi. Bol. Ketdi, jo'natdik bolalar. Bunaqa bo'lmasam bitta videoni boshlaymiz bolalar. Biz endi u Secret Lokining oldiga borish uchun juda katta yo'l bosib o'tishimiz kerak. Ungacha birinchi worldda o'tishga harakat qilamiz. Yo'lda ko'rib qolamiz. Qoch Secret Loki. Yo'q. Bu birinchi worldda emas edi bolalar. Birinchi worldda emas edi. Demak biz ikkinchi worldga o'tamiz. Ikkinchi worldda bo'lish kerak edi u. İtak bolalar, mana ikkinchi worldga kelib oldik. Bolalar, bo'lmasam biz hozir Secret Lokining oldiga borish uchun harakatni boshladik. Ketdik bo'lmasam. O'tib olamiz ehtiyot bo'lib. Buni ham kutsa yaxshi. Ungacha biz 100 treadmillimizda yugurib yuramiz. Bolalar, kimga 100 treadmill kerak bo'lsa, like va podpiskani bosinglar. Yaqinda katta konkurs bo'ladi. O'shanda 100x treadmill tarqatishni boshlaymiz bolalar. 3 ta 100x treadmill beraman. 3 ta beraman. 3 ta eng aktiv obunachimga beraman. Ulardan bittasi уже aniq bo'lib turibdi. Bitta aktivni obunachim bor. O'zim bilaman, lekin aytmayman sizlarga kimligini. Bo'lmasa unga yozishni boshlaysizlar sizlar. Shuning uchun aytmay turaman. Bittasi aniq, yana ikkitasi o'ynaladi. Yana 9x va 3x lar o'ynaladi. Bolalar aytgancha ularni ham shunaqa aktivni obunachilarga beramiz. Tak, mana bittadan kelamiz. Bitta narsa aytsam, so'kmaysizlarmi? O'tib ketib qolibmiz. Qaytib boramiz bolalar. Tak, sakring endi. Mana keldim men. Mana pashti keldim bolalar, pashti keldim. Bo'ldi, mana keldik. İtak bolalar, biz Secret Lokining oldiga qanday o'tamiz? Shuni kiramizda Teknifayjonni bitta yoqamiz. Kichkina, tiny, kichkina bo'lishni bosamiz. Menda yerga qo'yilgan, bosaman. Mana kelsam, mana. Bir narsani bosish kerak mana shu yerda. Mana qaranglar. Yana bir marta tushuntiraman. Nima bo'lib qoldi hozir? Bo'ldi, o'sha bosilib bo'libdi shekilli. Mana qaranglar. Parvus Parvior Minimus deb yozilgan ekan. Bosamiz. Parvus Parvior Minimusni bosamiz. Mana bolalar. Secret Loki akamiz. Shu yerda Secret Loki. Mana o'tirishlarini qarang, buni taxtda Luboyni chaqirib baqa deb o'tiribdi-yu, qaranglar. Mana. Kirsalaring 16 million mana shu qo'yilgan. Shuni ertaroq bilganimdami qancha foyda berardi. Mana sizlarga shuncha shans bolalar. 16 million yutib olishlaring kerak. Yangi kirgan o'yinchilarga juda ham katta foyda beradi bu. Mana Secret Loki bolalar. Secret Loki'ni shunday 16 millionni olamizda, xayr akajon deymizda, shuni 3-worldga kirib ketamiz bolalar. Mana 3-world. Shavkat akam bor bo'lsin deb shuni yuramizda. Kelamiz 3-worldda yana bir ikkita fishkachalar bor, o'shani artib ko'ramiz. 593-levelman men bolalar. Uncha o'ynamay qo'ydimda, bo'lmasam-u 600-700-uringa o'tib ketardim davno. Aylendi biz nima bo'lsa ham. Ana, mana shunaqa o'lib ketamiz keyin. Deb olamiz. Tak. Nima bo'ldi? Surpanib ketdi. İtak bolalar, mayli, bizga yetadi shunisi. Men sizlarga shu Secret Loki'ni ko'rsatmoqchi edim bugun. Mana shu magazinlardan nasl olib turinglar bolalar, esdan chiqmasin. Merchda hali biz top 1 merger bo'lamiz hali. Kuchayib ketamiz bolalar. Video yoqqan bo'lsa bitta like va podpiskani bosib qo'yasizlar bolalar, bo'lmasam xayr, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar.